Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz reabilitatsion pedagogikaning tibbiy asoslari. Tuzuvchi Abdujabbor va Maftuna. Rejalar bilan tanishsak, reabilitatsion pedagogika tushunchasi, tibbiy asoslar va reabilitatsiya, psixologik jihatlari, fizik reabilitatsiya usullari, reabilitatsiya jarayonida muhim omillar. Oxirgi rejamiz bu xulosa. Reabilitatsion pedagogikaning tibbiy asoslari. Reabilitatsion pedagogika shaxsning jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini tiklashga qaratilgan pedagogik jarayonlar majmuasidir. U sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlaydi. Ushbu soha shuningdek nogironlik va maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan shaxslarning qo'llab-quvvatlashiga yordam beradi. Tibbiy asoslar va reabilitatsiya. Reabilitatsion pedagogika tibbiyot bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bemorlarning individual ehtiyojlarini inobatga oladi. Bu jarayonda terapevtik usullar va pedagogik yondashuvlar birlashadi. Shuningdek, reabilitatsiya jarayonida bemorlarning ruhiy holati ham muhim ahamiyatga ega. Reabilitatsion pedagogikaning ahamiyati. Reabilitatsion pedagogika tibbiy va pedagogik bilimlarni birlashtirib, shaxsning umumiy rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu soha shuningdek bemorlarning o'zini o'zi anglashini va o'z imkoniyatlarini rivojlantirishini qo'llab-quvvatlaydi. Bu jarayonlar ularning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Reabilitatsion pedagogika nogironlar va maxsus ehtiyojlari bo'lgan shaxslar uchun muhim hisoblanadi. Tibbiy asoslar va reabilitatsiya. Reabilitatsiya jarayonida tibbiy asoslar muhim rol o'ynaydi. Ular bemorlarning tiklanishi jarayonini tezlashtiradi va sog'liqni saqlash tizimida samarali yordam ko'rsatadi. Tibbiy asoslar shuningdek reabilitatsiya dasturlarining muvaffaqiyatlarini ta'minlashda, bemorlarning individual ehtiyojlarini hisobga olishda va ularning to'g'ri yo'naltirishda muhim hisoblanadi. Tibbiy asoslar va reabilitatsiya jarayoni. Reabilitatsiya jarayonida tibbiy asoslar bemorning sog'lig'ini tiklashda va ularning ijtimoiy hayotga qaytarishga muhim ahamiyatga ega. Ular bemorlarning ijtimoiy va ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi. Reabilitatsiyaning asoslari, tibbiy asoslarning ahamiyati. Reabilitatsiya jarayonida tibbiy asoslarning qo'llanilishi bemorlarning ijtimoiy hayotga qaytarilishini tezlashtiradi. Bu ularning hayot sifatini oshirishga yordam beradi va jamiyatda faol ishtirok etishlariga imkoniyat yaratadi. Tibbiy asoslar shuningdek bemorlarning individual ehtiyojlarini hisobga olishda yordam beradi. Reabilitatsiya jarayonida tibbiy asoslar bemorlarning tiklanishiga yordam beradi. Psixologik jihatlarni o'rganish. Psixologik jihatlarni o'rganish reabilitatsiya jarayonining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Boshqa tomondan bemorlarning psixologik holatini, ularning jarohatga bo'lgan munosabatini belgilaydi. Psixologik jihatlar va reabilitatsiya jarayoni. Bemorlarning ijtimoiy aloqalari va qo'llab-quvvatlashi reabilitatsiya jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bemorlarning o'zini anglashini va o'zlarini qabul qilishini oshiradi. Fizik reabilitatsiya usullari bemorlarning ijtimoiy funksiyalarini tiklash va yaxshilash maqsadida qo'llaniladi. Terapevtik mashqlar, elektroterapiya va boshqa fizik usullar orqali bemorlarning sog'liq holatini yaxshilash mumkin hisoblanadi. Fizik reabilitatsiya usullarining turlari ko'p turli xil usullardan iborat bo'lib, ular bemorlarning individual ehtiyojlarini moslashtirilgan holatda terapevtik mashqlar, massaj va issiq yoki sovuq terapiya kabi usullar bemorlarning tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari mavjud hisoblanadi. Fizik reabilitatsiya usullarining samaradorligi. Fizik reabilitatsiya usullarining samaradorligini baholash uchun turli xil metodologiyalar qo'llaniladi. Ular orasida bemorlarning tiklanish darajasini o'lchash, og'riq darajasini baholash va funksional qobiliyatlarini tahlil qilish kiradi.
Bunday baholashlar reabilitatsiya jarayonining muvaffaqiyatini ko'rsatadi. Reabilitatsiya jarayonining asosiy komponentlari. Reabilitatsiya jarayonida muvaffaqiyatli bo'lish uchun bir necha muhim omillar mavjud. Ularga individual yondashuv, reabilitatsiya usullarining to'g'ri tanlovi va bemorning ruhiy holati kiradi. Reabilitatsiya jarayonida individual yondashuv. Individual yondashuv reabilitatsiya jarayonining muhim omilidir. Har bir bemorning ehtiyojlari va imkoniyatlari turlicha bo'lishi sababli shaxsiy reja tayyorlanishi lozim. Bu bemorning salomatlik holatini yaxshilashda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Reabilitatsiya jarayonining muvaffaqiyatli omillari. Reabilitatsiya jarayonida muvaffaqiyat uchun bemorning ruhiy holati muhim ahamiyatga ega. Agar bemor o'zini ijobiy his qilsagina davolanish jarayonida faollik ishtirok etadi. Tibbiy bilimlar reabilitatsion pedagogikada bemorlarning holatini yaxshilash uchun zarur. Shuningdek, tibbiy bilimlar bemorlarning shaxsiy ehtiyojlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Reabilitatsiya va kelajak istiqbollari. Reabilitatsion pedagogikaning tibbiy asoslari bemorlarning jismoniy va ruhiy holatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Kelajakda reabilitatsiya jarayonlari yanada individualizatsiyalashadi va texnologiyalar bilan boyitiladi. Bu bemorlarning ehtiyojlariga mos ravishda xizmat ko'rsatishini ta'minlaydi. Mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.